Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoroligimizda oddiy universal relarni bir xususiyatini ko'rsatib bermoqchi edim. Endi buni ko'p elektrik ustalarimiz biladi. Ba'zilariga qiziq bo'lishi mumkin. O'zida bu tok saqlab turish xususiyatiga ega. Buning uchun biz qanaqa qilib o'ylaymiz? Avvalo buni raspinovkasini tushunib olamiz, oddiy universal relarni. Bunda короче 30-oyog'i bor, 86, 85 va 87 oyoqchalari bor. Endi 30-oyog'iga biz plus tok beramiz. Mana 30-oyog'iga plus tok berdik. 86 bilan 87 chiqib ketishdi. Bitta qilamiz ikkovini. 86 bilan 87 ni bitta qildik. 85 ga massa beramiz. 85-oyog'iga massa beramiz. Tayyor, endi kontrolka bilan tekshiramiz endi. Kontrolka mana bunga chiqib ketishga tekkizdirib bir tomon massada turibdi уже. Mana shu holatga bitta plus tok berganimizda o'zida tok saqlab turish xususiyatiga ega bo'ladi. Mana shunday yonib turaveradi. Qachon massani uzmagunizcha yonib turaveradi bu. Massani uzganimizda mana avtomatik o'chadi. Massani ulab turib yana plus tok bersak chiqib ketishgan bitta. Mana shunday tok saqlab turish xususiyatiga ega. Bu sxemamiz endi qaysi holatga kerak bo'ladi deyilsa, avtomobillarni o't oldirgan xuddi mana shu sxemada ulansa bo'laveradi. Unda qanday bo'ladi? Unda bo'ladi 30imizda doimiy plyusga ulanadi. 85, 86 kechirasizlar. 86 bilan 87 chiqib ketishdi. Bitta qilib turib bunga pultda shu bagaj knopkani bosganda yoki ochdi yoki yopdi pultdan bosganda plus tok kiradiganida shunga 86, 87 ga berib qo'yasizlar. Massani moy datchikka berib qo'yasizlar. Xuddi mana shu holatda, misol mana faraz qilinglar, endi mana hamma yoq ulangan cho'tka turibdi. Pultda bagaj knopkani bitta bosganlaringda plus tok kelib bunga bitta tochka beradi mana. Bitta kelganda o'sha yondi mana. Mashina o't oldi, o't olishi bilan moy datchik massani uzadi. Massani uzganda xuddi mana shu holatda mana mashina o'sha yurgan holatda mana shu holatda turadi mana. Moy datchik uzilishi bilan bu stator qo'shishdan to'xtaydi. 30 doimiy plus, 86, 87 chiqib ketishga bagaj knopkadan bitta plus tok kelish kerak. Shunga ulab qo'yasizlar. Massa moy datchik. Bitta pultni bosganda bagaj knopkani bosganda bunga plus tok keldi. Uje stator aylantirdi. Mashina yurishi bilan moy datchik shunday uzadi mana. Xuddi mana shu holatda ishlaydi. Stator aylantirishdan to'xtaydi. Kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa xursand bo'lamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Obuna, like esdan chiqmasin.